Yaltiroq qozoncha. Lobar farzandlarini oyoqqa turg'azish uchun nimalar qilmadi deysiz? To'g'ri, Lobar yolg'iz ayol emas, ammo hamma narsaga o'zi harakat qilishga majbur. Turmush o'rtog'i hech qayerda ishlamaydi. Bahona ish yo'q. Bozorga chiqib, arava tortishga yoki mardikorchilik qilib, oila boqishga o'zini loyiq ko'rmaydi. 3 ta bolani yedirish, kiyintirish kerak. Shunday qilib, u hamshiralik kasbidan tashqari uyda bo'lgan kunlari ishlash uchun qo'shimcha ish qidira boshladi. Axir hamshiralikdan topgan puli ro'zg'orni bir qismiga zo'rg'a yetardi xolos. Uni ish qidirayotganini eshitgan bir badavlat qo'shnisi uy yumushlariga qarashib yursa, yaxshigina pul to'lashi mumkinligini aytdi. Lobar jon deb rozi bo'ldi. Haftada 3 kun shifoxonada ishlar, qolgan kunlari esa ertadan kechgacha qo'shnisini uyida bo'lardi. Qo'shnisi rosa boy, badavlat yashardi. Har kuni ziyofat, bir kuni rosa katta ziyofatdan keyin yig'ishtirib turgan Lobarni oldiga uy bekasi kelib, "Biz dam olgani ketyapmiz. Kalitni tashlab ketaman. Siz bemalol yig'ishtirib, keyin qulflab ketarsiz. 2 kundan keyin kelamiz" dedi. Xo'p deb javob berdi Lobar. Idishlarni yuvib joyiga joylashtirar ekan, javonlardagi turli tuman yaltiroq qozonchalarni ko'rib, rosa havasi keldi. Qaniydi menda ham hech bo'lmasa bittagina shunaqa chiroyli qozoncham bo'lsa deb orzu qildi-yu, ko'z oldiga o'zini eski, qiyshayib ketgan qozonini keltirib, xo'rligiga kelib ketdi. Bittasini olsam nima qilarkin? Axir bu yerda son-sanoqsiz-ku bunaqa idishlar. Qo'shnim qayerdan bilib o'tiribdi? Biznikiga hech qachon mehmonga kirmaydi-ku. Bitta qozonchani qo'liga oldi. Eshiklarni qulflab, uy tomon shoshilar ekan, yuragi qinidan chiqqudek urib, nafas olishlari ham qiyinlashib borardi. Yo'q, o'g'irlik qilish yaxshi emas. Xudo, nimalar qilyapman? Yarim yo'lda to'xtadi-yu, ortiga qaytdi. Qozonchani joyiga qo'yib, biroz yengil tortgandek bo'ldi va egri yo'ldan qaytgani uchun xotirjam vijdoni bilan uyiga qaytdi. Oradan bir hafta o'tdi. Bugun Lobarning tug'ilgan kuni. Qo'shnisinikiga uy yig'ishtirish uchun chiqish kerak. Endi chiqishga tayyorgarlik ko'rayotgan ham ediki, eshik taqillab qoldi. Eshikni ochsa, qo'shnisi turibdi. "Yaxshimisiz, Lobarxon?" "Voy, assalomu alaykum. Keling, ichkariga kiring." "Yo'q, rahmat. Vaqtim yo'q. Kecha bolalaringizdan bugun tug'ilgan kuningiz ekanligini eshitib qolgan edim. Bugun yig'ishtirgani chiqmay qo'yavering. Bolalaringiz bilan tug'ilgan kuningizni nishonlang. Ha, aytgancha, mana bu bizdan sovg'a." U shunday deb bir qutini uzatdi. "Rahmat, umringizdan baraka toping. Bekor ovora bo'libsiz-da." Uyalib sovg'ani oldi Lobar. Qo'shnisi ketdi. Lobar sovg'ani ko'tarib uyiga kirar ekan, o'sha kungi qilig'i esiga tushib, vijdoni yana bir bor jisillab ketdi. Qanday yaxshi insonlar. Men shu insonlarning uyidan o'g'rilik qilmoqchi bo'ldimmi? Qanday qilib bu darajagacha bordim? Axir birovning haqqidan qo'rqadigan ayol edim-ku. Balki yo'qchilik mana shu kuyga soldimikin? Yo'q, bu ish uchun o'zimni hech qachon kechirmasam kerak. Xayriyat, vaqtida u niyatimdan qaytdim. Baribir o'g'rilikni niyati ham harom. Ichkariga kirib, qutini asta ochdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, qutida chiroyli qozoncha turardi. Xuddi tunov kuni o'g'irlamoqchi bo'lgan qozonchasiga o'xshash qozoncha. Ko'ziga yosh kelib, Allohga shukr deb yig'lab yubordi. Unga sovg'a emas, hayotni ajabtovur hikmati qattiq ta'sir qilgandi. Shu payt rahmatli buvisini har doim takrorlaydigan bir gapi esiga tushdi. Alloh nasiba beradi. Uni halol yoki harom qilib olish insonning o'ziga bog'liq. Bir hakimdan so'rashibdi. To'plagan davlatimni o'zim bilan olib ketsam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Lekin o'zingdan oldin jo'natsang bo'ladi. Tushunmadim, qanday qilib? Sadaqa qilib. Sadaqa qilsang, u narigi dunyoda seni davlating bo'ladi. Xayrli tun azizlarim. Tuningiz xotirjam o'tsin. Tongi g'oyibona diydorgacha Allohga omonatmiz. Omon bo'linglar.